Krishtian! Dada, siz menday paytingizda nimalar qilgansiz? Qanday paytimdaman? Bo'sh vaqtim bo'lgandan darslarga borardim. Kitob o'qirdim. Bir o'qiganda yotib olib kitobni tugatardim. Sen nima qilib yursan? Men ham sizga o'xshab bir o'qishda bittalab kitob tugatyapman, dada. Turab pidaras. Nimaga urasiz? Unaqa kitob o'qima tvar. T'écoutes la Clarisse sans ça décoiffe. À côté de la Clarisse sans ça décoiffe. Abo aka, gapirishayotganimizga ham 4 yil bo'ldi, lekin haligacha sovchi jo'natmadingiz. Uylanmoqchimisiz o'zi? Uylanaman dedimmi, uylanaman. Uf, bizlarning gaplashishimizdan-chi qo'shni, mahalla-ku hamma bilibdi. Qachon uylanasiz? Ha, uylanaman dedim-ku, uylanaman. O, menga qara, uydagilarim bildi, akam bildi, oyim bildi. Qachon uylanasan? Soching jo'natasanmi, yo'qmi? Yuboraman dedim-ku, yuboraman. Mayli, ishondim. Voy, nima ichasiz? Saniniz? Endi uylanasizmi, yigit? Albatta dadajon. O'g'il bola bitta gapiradi.